Hop, hammaga assalomu alaykum. Bugun analizlar bilan ishlashlik haqida, bu boshlang'ichlar uchun, ya'ni yangi bu sohaga kirganliklar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Deylik, mana hozir Bitcoinga misol uchun mana shunaqa analiz berdi. Mana bu holatda. Hop, 2% stop bilan bu yog'i misol uchun 112 minggacha. Hop, keyin birinchi take profitni misol uchun 104 mingga Restorming 500 ga qo'ydik. Mana bu ikkinchi take profitda 108 mingga qo'ydik. Ya'ni mana shu holatda sizga analiz berildi. Qanday savdo kirasiz desa, sizni savdoga kirishingiz mana bu chekkasidagi narxga, ranglarga ahamiyat beramiz. Ya'ni mana bu kulrang. Rang bu sizni savdoga kirish limitingiz. Narx buni yuqorisida bo'lsa, shu narxga limit ochasiz 100 ming 214 ga. Ya'ni 100 ming 214 dollarga siz Bitcoinga limit ochasiz. Narx bu yerga tushib, siz limitingizni olgandan keyin produktga o'tib turib, oso bo'limiga o'tib turib, stop, take profitlarni qo'yasiz. Endi stop mana bunaqa 3 ta hadaf berildi. Nima qilasiz? Misol uchun siz deylik 1000 dollar bilan savdo kirdingiz. Limitingizni oldi, narximiz tushib, limitni olgandan keyin siz nima qilasiz? Stopni qayerga qo'yasiz? Mana bu qizilga qo'yasiz. 98.198 ga qo'yasiz stopingizni. Hop, 30% yoki bo'lmasam 50% birinchi take profitga qo'yib qo'yasiz. Ya'ni coinni holatiga, bozor holatiga yoki o'zingizning qalbingizga quloq solib, siz mana shu joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni shunda deylik 1000 dollarga oldingiz, stopni bu yerga qo'ydingiz, 500 dollarini, ya'ni 50%ni 104.551, mana bu yerda ham chekkasida narx chiqyapti. Orangevidan. 104.551 ga qo'yib qo'yasiz. Stopingiz bu yerda bo'ladi. Yana sizda 50% qoldimi, u 50% 2 ga bo'lib, 25%ni stopingiz yana buni tagida bo'ladi. Stopingiz buni tagida bo'ladi. Qolgan 25%ni sotgani mana bu joyga qo'yib qo'yasiz. 108.198 ga qo'yib qo'yasiz. 108.198 ga qo'yib qo'yasiz. Hop, endi qolgan hammasini, ya'ni yana sizda 25% qoldi, stopingiz tagida bo'ladi. Mana bu 112.017 ga qo'yib qo'yasiz sotgan. Mana shu holatda signallar bilan ishlanadi. Endi ba'zida misol uchun stop ko'taring deb qo'yiladi. Qanday ko'tarasiz? Misol uchun siz limitingiz oldi. Bu yerdan yurdi coin, birinchi take profitni urdi. Siz 30% ni yoki 50% ni sotgani qo'yib qo'ygansiz. Hop, endi stop ko'taring deyilyapti. Qayerga ko'tarasiz degan savol keladi. Misol uchun mana bu limitingizni olgan, balki bu limitni ignada olib chiqatar, balki biroz chuqurroq tushib, keyin yana chiqib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Mana shu holat bo'lsa, siz nima qilasiz? 50% bu yerda sotdingiz, qolgan take profitlar yana o'sha joyda turadi. Stopingizni siz bez ubitkaga ko'tarasiz. Ya'ni bez ubitka degani bez zarar holatga ko'tarasiz. Siz 100.214 dollarda savdo qilganmisiz? Mana bu 98 mingdagi stopingizni bu yerga jilitasiz. Take profitlaringiz o'sha holatda turaveradi. O'sha holatda turadi. Mana bu joyda 50% foydani yechdingiz. Mabodo bu tushib, mabodo stopingizni ursa, siz foydada chiqib ketasiz. Ya'ni qanday foydada? Misol uchun 1000 dollarga oldingiz, hop, bu yerga chiqishligi 44%. Ya'ni 1000 dollarga oluvdingiz, 4% usti umumiy hisobda 40 dollar foydadasiz. Siz yarmini sotganingiz hisobiga 20 dollar, ya'ni 520 dollarlik bu yerda sotdingiz. Qolgan 520 dollari ikkitasini bo'lib mana bu joyga take profit qo'ydingiz. Narx esa bizga qarama-qarshi yurib, stopimizni ursa, siz 20 dollar foydada chiqib ketasiz. Ya'ni mana 520 dollaringiz bu yerga tushsa, bez ubitka, ya'ni 500 dollarda sotib yuboradi. Siz bu yerda 520 dollarga sotgan bo'lasiz. Umumiy hisobda siz 20 dollar foydada chiqib ketasiz. Mana shu holatda stopni ko'tarib borasiz. Endi birinchi take profit urdi, biroz korreksiya qilib yana chiqib ikkinchi take profitni urdi. Urgandan keyin nima qilasiz desa, hop, ya'ni bu yerdan biroz korreksiya qilib yana chiqib ikkinchi take profitni urdi. Hop, shunda oxirgi hadafingiz qoldi. Oxirgi hadafingiz bu yerda turadi.
stopini mana bunga ko'tarasiz. Mana bu lowga ikkinchi ya'ni mana birinchi take profitga emas, mana bu lowga ko'tarasiz. Yoki bo'lmasam qanaqadir bu yerda yana bir marta korreksiya berib chiqib ketgan bo'lsa, shu logo tagiga ko'tarasiz. Ya'ni minimumni tagiga ko'tarasiz. Bu yerdan foydaga olib chiqasiz, stopingizni jilatasiz. Mana shu holatda stopni ham ko'tarib ketasiz. Savdoga kirishni ham tushuntirdim. Foydalarni taqsimlashni ham tushuntirdim. Alloh alam foydali bo'ldi deb o'ylayman. Foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like, kommentariy yozib qo'yishlik esingizdan chiqmasin. Sog'lik, salomatlik.